Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz? Adolat, tenglik va birgalikda yashashning jahon qonuni. Birinchisi, adolatli va adolatli ish tutish, birovning huquqlarini poymol qilmaslik kerak. Ikkinchisi, odamlarni nohaq oldirmaslik. Uchinchisi, har bir insonning milliy, diniy va til farqlarini hurmat qilish. Qanday sodir bo'lishidan qat'i nazar, buni qabul qilib, kamsitmang. To'rtinchidan, insoniyat, hayvonlar va tabiatga zarar yetkazmang. Beshinchidan, dunyo odamlarning umumiy mulkidir. Uni chegaralar bilan cheklab, qamoqxonaga aylantirmaslik. Oltinchidan, barcha odamlarga, tabiatga, hayvonlarga, dunyoga mehr va g'amxo'rlik bilan yashash. Yettinchidan, butun insoniyat, hayvonlar va tabiatning genetikasini o'zgartirmaslik yoki buzmaslik. İnsonlarning vaqtini o'g'irlaydigan, ularni baxtsiz qiladigan narsalarni ixtiro qilmaslik. To'qqizinchidan, o'g'ir ahvolda bo'lganlarga foiz bilan qarz bermaslik. 10-dan, ochlikdan olish holatida ham hech qachon odam go'shtini yemaylik. 11-dan, o'zaro hurmat va ishonch bilan pasport, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va boshqa hujjatlarni majburiy qilmaslik. 12-dan, odamlarni aslo qul qilmaslik, ularni yolg'on bilan bog'lab, umrini behuda zoyi qilmaslik. 13-dan, raqobatdan kelib chiqadigan xudbinlik o'rniga o'zaro manfaatni ta'minlaydigan teng rivojlanish bilan yashash. Sen olasan, men yashayman. 14-dan, biz o'z tilimiz va xatti-harakatimiz bilan o'zganing sha'ni, hurmati va manfaatlariga aslo zarar yetkazmaslikka harakat qilishimiz kerak. 15-dan, barcha bilim va kashfiyotlarni imkon qadar soddalashtirish va osonlashtirishga intilish, sevgimiz, sadoqatimiz va mehr-shafqatimizni oshirish. Har bir kishiga o'zini to'liq ochish va iste'dodlarini ochishga yordam berish uchun harakat qilishimiz lozim. 17-si, axloqsizlik qilmaslik, jamiyat axloqiga umuman salbiy ta'sir ko'rsatmaslik. 18-si, tabiiy davolash usullarini ommalashtirish. 19-si, biriktimis, butun 5si, kechira bilish, adolatli bo'lish va o'zaro to'liq orqali barcha mas'uliyatlarni to'liq hal qilish. 20-si, har bir ishni o'z sohasining egasiga topshirib, ishlarimizni to'g'ri, yaxshi va oson hal qilish. Ey aziz insonlar, hammamizda dunyoni qutqarish, yordam berish va o'zimizga, oilamizga, tabiatga foydali, yaxshi ishlar qilish kabi chiroyli orzular bor. Afsuski, hozirgi holatimizga qarasak, bu dunyoni qutqarish bir tomonga, hatto ibtidoiy davrlardan ham battarroq va juda achinarli ishlar ichidamiz, deb aytish mumkin. Haqiqatan ham hozirgi og'riqli voqealarga qaramay, o'zimizni inson deb bilib, hamma narsani ongli ravishda boshdan kechirib, oddiy hayot kechirishimizga men ham hayronman. Masalan, shuncha narsalarga qaramay, oddiy hayot kechira olayotganimizga birikmi, butun 5 git. Shuncha ko'p azob-uqubatlardan so'ng hamon olmaganimizga yoki chuqur qayg'udan yuragimiz yorilib ketmaganimizga hayron qolaman. Dunyodagi voqealar, zulmlar sanab tugatib bo'lmaydi, inkor ham qilib bo'lmaydi. Mana hozir hamma bu bo'layotgan narsalarni qanday tuzatishimiz, qanday qilib yaxshiroq holatga keltirishimiz mumkin deb chuqur o'ylab, xavotirlandim. Biz odamlar o'zimizni yetarlicha tanimas, tushunmas, kuchimizni, qudratimizni va yana ko'plab narsalarni bilmas ekanmiz. Bundan tashqari o'zimizni o'zimiz ocholmagan ekanmiz. Haqiqiy insonligimizni ham balki yetarlicha namoyon qila olmagan bo'lishimiz mumkin. Dunyoda yaxshi odamlar ko'p, lekin men ayrimlarimizni nazarda tutyapman. Endi tushunyapmizki, Alloh insonni bu dunyoda shunchalik ulug', shunchalik betakror qilib yaratdiki, hech kimni hech kimga o'xshatmagan, o'xshatmaydi ham. Xuddi shunday rivojlangan ilm-fan va texnologiya ham bu haqiqatni ochiq-oydin ko'rsatmoqda. Genlarimiz, din kodlarimiz, betakror barmoq izlarimiz. Bu ham ko'rsatadiki, hech birimiz boshqasining nusxasi emasmiz. Mutlaqo hech birimiz bir-birimizga o'xshamaymiz. Shu sababli Qur'onda Alloh deydi: kim bir odamni qutqarsa, butun insoniyatni qutqargandek bo'ladi. Kim odamni oldirsa, go'yo insoniyatni oldirgandek bo'ladi. Bu shunday og'ir ishki, biriktimis, butun 5 git, odamni oldirish, oylab ko'rish hech qachon odamning xayoliga, hatto orzusiga ham kirmasligi kerak.
balki bizning qalbimiz bu dahshatli haqiqatni filmlar va seriallarda ko'rganimiz uchun qotib qolgandir. Odam oldirish oddiy holga aylandi. His-tuyg'ularimizni sarflab tomosha qilamiz. Bularni o'rgandikmi? Ishonish juda qiyin. Biriktimes, butun beshgit. Shu sababli har narsani avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Aniq ko'rinib turibdiki, odamlar hayotda doim kimnidir yoki nimanidir o'rnak qilib, turli san'atkorlar va yangiliklarning ortidan quvib, go'yo o'zlariga o'zlari azob yetkazishyapti. Endi esa boshiga yaratilishning ilk onlariga qaytaylik. Alloh insonni loydan yaratdi, so'ng uni o'z qudrati bilan shakllantirdi. Jonni esa farishtalar emas, aynan o'z ruhidan berdi. Ilmni o'rgatdi. Ilmni o'rgatmadi, to'g'ridan to'g'ri o'zi o'rgatdi. Biz insonlar uchun eng samarali bilim va ilm manbaiga yetishish yo'limiz, xuddi kompyuter tizimida qidiruv qilgandek izlanish vositamiz, yana o'ylashdir. O'tirib yana o'ylashimiz kerak, ko'p narsani kashf qilamiz. O'ylab topishimiz mumkin. Ma'lumki kamchiligimiz shu, hech narsaga ishonmaslik. Alloh bizga ishondi, lekin biz o'zimizga ishonmadik. Agar biz har qanday vazifani 100% bajarishimiz mumkinligiga to'liq ishonganimizda, amalda ko'p narsalarni amalga oshirishimiz mumkin edi. Agar biz chuqur mulohaza yuritsak va voqealar ortidagi sabablar haqida bir oz mulohaza yuritsak, o'qish va alohida harakat qilmasdan ham ko'p ma'lumotlarni olishimiz mumkinligini aniq tushunamiz. Biriktimes, butun beshgit. Hatto ishonish qiyin, lekin tushlarimizda ham ruhimiz orqali bizga hikmatga to'la saboqlar berilib, nimanidir o'rganishimiz mumkin. Kamchiligimiz o'ylashdan qochishimiz va o'zimizga ishonchimiz yetarli emas. Buning yechimi o'zimizga bo'lgan ishonchni topib, qiyinchiliklarni yengib o'tishdir. Xoh suv ustida yurganlarni o'ylang, xoh imkonsiz ishlarni uddalagan odamlarni kuzating. Ularning gapi: hech qanday kuch meni yenga olmaydi, hech qanday to'sib yo'limni to'sa olmaydi. Men bu ishni albatta uddalayman deb aytganlar uchun muvaffaqiyatga erishadilar. Biz esa shoshqaloqmiz, baho berib gapirib o'tamiz. Bu unday, u bunday deb g'iybat qilamiz. Lekin o'ylab qarasak, men o'zimni 100% bilmasam, qanday qilib hamma haqida baho bera olaman, hamma narsani ayta olaman? Halol o'ylab qaraylikchi, men o'zimni 100% bilmasam, qanday qilib sen undaysan, men bundaysan deyman. Bugun suvning o'zgarishini ilm isbotladi. Niyatga qarab duo qabul qilinadi. Yaxshi niyat bilan duo qilsang, ijobiy natija, yomon niyat bilan so'ksang, yomon natija. Biz bilamizki, agar yomon gapirsangiz yoki sokinsangiz, suv ham salbiy ta'sir qiladi, o'zgaradi, hatto yomon hidlaydi, buziladi. Shuning uchun ham birov haqida yomon fikr yuritishdan oldin tanamizdagi suv bizni asta-sekin zaharlaydi. Zarar keltiradi. Alloh tabiatimizdagi yaratilishni naqadar ulug' qilgan. Shu sababli niyat tez-tez tilga olinadi. Takroriy gap. Niyatini chiroyli tut, har doim yaxshi niyatli bo'l. Agar yomon narsa o'ylaganimizda tanamizga zarar yetkazsa, nega yomon narsalarni o'ylab boshqa ishlarni qilishda davom etamiz? Shuning uchun Alloh oson yo'lni o'rgatdi. Aslida qarasak, nafsingdan boshlagin, yana o'zingdan boshlagin deydi. Shu sababli Alloh eng oson yo'lni o'rgatdi. Keling, bu dunyoni o'ylab ko'raylik. Qarang, agar har kim o'zidan boshlasa, har kim o'zini qutqarishdan boshlasa-chi, dunyoda qutqaradigan odam qoladimi? Hech kim qolmaydi. Qutqarish shart emas. Biz butun dunyoni yoki boshqa narsalarni qutqaramiz deb, boshqa narsalar uchun xavotir olib, u yoki bu narsadan kutib, davlatdan kutib, ba'zan shaxslardan kutib, atrofimizdagilardan kutib, hamma narsani kutib yashaymiz. Umid bilan. Yo'q, qarasak, u bizga eng oson yo'lni o'rgatgan. O'zingizdan boshlang. Keling, o'zimizni qutqarishdan boshlaylik. O'zimizni ma'naviy, ruhiy va iqtisodiy qutqaraylik. Shunday qilib, agar hamma najot topsa qutqaradigan kim qolmas edi? Bu eng oson yo'l oson. 60 Gunohlar, xatolar qildik. Lekin inson bir zumda dunyo o'zgargandek boshqa odamga aylanishi mumkin. Qadam tavba qilish. Ikkinchi qadam esa bu xatolarni endi hech qachon, albatta, qilmaslikka qat'iy va'da berish. Ana o paytda go'yo osmon va yer joyini almashtirgandek butunlay yangi odam bo'lamiz va keyin kelajakka umid bilan yuramiz. Alloh Rahmon, Rahimdir. U shunchalik rahmli, shunchalik keng ko'ngilli ekanki, qanchalik katta gunoh qilgan bo'lsak ham, bu dunyoda hali tirik bo'lsak, qo'limizda imkon borida tavba qilsak, barchamizni kechiradi. U kechirmaydigan narsa yo'q.
Shuning uchun bir-birimizga vaqt beraylik, imkoniyat beraylik. Xato bo'lsa, darrov jazolamaylik. Ha, biz insonmiz, xato qilamiz, tuzatamiz. Bu dunyo imtihon dunyosidir. Shuning uchun bir-birimizga imkoniyat beraylik, sevaylik, sodiq qolaylik. Agar men sodiq bo'lmasam, boshqani kutishim mumkinmi? Agar men boshqalarni chin dildan, butun yuragim bilan sevsam, ularga bu chuqur va samimiy sevgini so'z bilan ifodalashning hojati yo'q. Ular tabiiy ravishda, ozozidan, sevgi bilan javob berishadi. Keyin biz erkinlik haqida gaplashamiz. Erkinligimiz ketdi. Odamlarga erkinlik deysiz. Xudo tugilganimizdan bizga erkinlik bergan. Erkinlikni olib bo'lmaydi. Nega biz buni boshqalardan kutamiz? Darhaqiqat, e'tibor qaratsak, davlat o'zining nohaq qonunlariga, adolatsiz boshqaruvlariga, u va shunga o'xshash narsalarga haddan tashqari ahamiyat berayotganini ko'ramiz. Biz ularga juda ko'p ishonamiz va aynan shu sababli o'zimizni baxtsiz his qilamiz. Doimiy ravishda adolatsizliklarga va boshqa salbiy narsalarga e'tibor qaratib, agar biz ichimizda o'sha narsani rad etsak, hatto majburiyatdan ba'zi ishlarni qilishimizga to'g'ri kelsa ham, Allohning kechirimliligi cheksiz bo'ladi. Aslida, agar biz yuragimizda rad etsak, kim nima yozganidan qat'i nazar, xoh adolatsiz qonunlar yoki tizimlar bo'lsin, odamlar bizga ta'sir qila olmaydi. Chunki sen qabul qilmay, e'tibor bermayapsan. Sen e'tibor bermasang, bu ta'sir qilmaydi. Hozir biz hayratlanarli qullikka aylandik. Nafsimizning quli, telefonning quli, otaning quli, onaning quli, bolaning quli, erning quli, xotinning quli va yana doimo quli bo'ldik. Hammasining quliga aylandik. Mansab va martabaning quli. Biz boylikning qulimiz. Kelinglar, Xudoning xizmatkorlari, do'stlari bo'laylik. Ikkinchidan, biz odamlar sifatida bu dunyoda baxtli yoki baxtsiz bo'lishimiz, xorlanib yashashimiz yoki qadrli bo'lishimiz faqat Xudo bilan bo'lgan munosabatimizga bog'liq. Bu sodiqligimizga bog'liq. Biz qanchalik sadoqatli bo'lsak, u bizga ko'p munosabatda bo'ladi. Agar shunday bo'lmaganida, biz arzimas foyda uchun dunyoviy ishonchimizni yo'qotgan bo'lardik. Haqiqatan ham yaxshi odam bilan chinakam rishta o'rnatish uchun biz har qanday shaxsiy manfaatlarga e'tibor bermay, ularga juda sodiq bo'lishimiz va ularning sevgisi va do'stligini asosiy poydevorimizga aylantirishimiz kerak. Shundagina bunday do'stlik va sadoqat chinakam qadrli bo'ladi aslida. Agar biz faqat shaxsiy manfaat uchun do'stlashsak, hech kim bundaylarni hurmat qilmaydi. Shuning uchun Xudo bizni uning irodasi uchun harakat qilishga o'rgatadi va Alloh uchun ish qilish, yangi narsalar yaratishni buyuradi. Bu dunyodagi maqsadimiz. Biz oldirish yoki jazolash kelganimiz yo'q. Haqiqat. Bu dunyo sinov maydoni. Bu turli sinovlar qancha davom etishini hech birimiz bashorat qila olmaymiz. Lekin bir narsani yaxshi bilamizki, Alloh taolo bizni bu dunyoga yuborgan ikki asosiy vazifamiz, uni chinakam bilish va uning barcha amr va taqiqlariga itoat qilishdir. Biz bu dunyoga yaxshilik qilish uchun kelamiz, sababi kichik yoki katta ko'rinadi. Biz dunyoga yordam berish keldik. Shunday ekan, har doim yaxshilik qilaylik. Alloh taolo Alloh uchun yaxshilik qiling va ibodat qiling deydi. Buni va buni qiling. Men namoz o'qimayman degan gapni eshitamiz. Agar ko'zim bilan ko'rmasam, qo'lim bilan ishlamasam, ishonmayman deydi. Sen Allohni ko'rmasang, uni bilmasang, hatto ko'zlaring ko'rmasa ham ichingda ruh bor. Ko'zlaring ko'r bo'lsa ham, tush ko'rasan, tushingda ruhingni ko'rasan. Ruhing chiqadi. Hozirgi zamonda shuncha rivojlangan davrda ruhning 21 gram og'irlikda ekani va hatto kameralar orqali yozib olingan barcha bu tasvirlar tufayli ruh endi sirli narsa bo'lishdan chiqdi, ko'rinadigan bo'ldi. Texnologik kameralar, boshqa vositalar orqali ham bilishimiz mumkin. Hech bo'lmasa tush ko'raylik. Tushimizda ruhimiz chiqadi. Biz narsani ko'ramiz, bilamiz. Lekin o'zimiz bunga ishonmaymiz. Bu dunyoda yolg'on yo'q. Hatto tushning o'zi ham. Yolg'on orzu qilasizmi yoki rostdanmi xohlaganingizni qiling. Hozirgi ilm-fan yutuqlari shuni ko'rsatadiki, tasavvur tezligi yorug'lik tezligidan 9 barobar yuqori. Demak, agar barcha tasavvurlarimiz, qalblarimiz va bor narsalar haqiqiy bo'lsa, biz Xudoni ko'rish uchun ko'r bo'lganimizni aytganda, siz ruhingizni ko'rishingiz mumkin. Masalan, tush ko'rasiz. Ko'r bo'lsangiz atrofga qarang. Insoniyatga, tabiatga, menga, sizga, hamma narsaga qarang. Kim yoqdan nimadir yarata oladi va shu paytgacha qanchalik rivojlangan bo'lsa ham buni qila oladimi? Hammasi hozir tayyor. Biz nimani muhokama qildik, nima qildik va nimani ixtiro qildik? Biror narsalarni birlashtirib, yangi narsa yaratishimiz faqat vaqt masalasidir.
Inson sifatida biz buni qila olamiz. Shuning uchun Xudo odamga men uchun qilishni buyurgan narsa ularga kerak emas. U menga kerak emasligini aytadi. U yaxshi narsalarni tavsiya qiladi, yaxshi inson. Bu ishlarni qilsak menga nima bo'ladi? Men o'zimga foyda keltiraman. Men yaxshi inson sifatida eslanaman. Men yaxshi, baxtli odamga aylanaman. Men bu tinchlikni his qilaman. Boshqalar sotib olmaydi, men esa foydali deb yana olaman. Lekin Alloh roziligi uchun qil. Yaxshilik qilsang yomonlik qaytadi. Bolden deydi. Lekin bunda bir hikmat bor edi. Qarasak nega yaxshilik qasos olish kerak? Odamlar yaxshilik qilmasalarchi? Yaxshilikning sinovi shu ekan. Agar yaxshilikni odamlar bilsin deb qilsak, aslida bu sinovdan o'tolmaymiz. Lekin aslida buning hikmati shuki, agar Alloh aytgandek, faqat uning roziligi uchun qilsak, hech bir odam mendan minnatdor bo'lsin, menga ajoyib mukofot bersin, qilsa, etsa deb hech narsa kutmasak, unda yaxshilik qilgan odamimizdan yomonlik kelsa ham, biz bunga xafa bo'lmaymiz. Agar xafa bo'lsak, yaxshilikni odamlar uchun qilganmiz. Xafa bo'lmasak, e'tibor bermasak, sinovdan o'tgan bo'lamiz, azob chekmaymiz. Yaxshilik sinovi shu, nozik jihatlari shunda. O'zimiz tinchlikda yashaymiz. Shuning uchun nima qilsang ham hech narsa Allohga foyda yoki zarar yetkaza olmaydi. U dedi: "Menga jannat bering." Biz tilanchilar kabi so'raymiz. Xudo bizga boyin tomiridan yaqinroq. Men sizga o'zingizdan yaqinman. U bizga ruh berdi, gapirish va harakatga undaydi, ko'p hikmatli amallarni bajarishga majbur qiladi. Shu boisdan so'zlovchiga emas, gapirganga qara deydi. Shunday ekan, hamma narsani ko'ruvchi zot oldida qanday birovning mulkini talab qilaman? Buni qilishga ruxsat bering. Jannat Alloh mulkidir. Bu shaxsiy manfaat uchun boy odam bilan do'stlashishga o'xshaydi. Bunday qaralsa, u bilan boyligi va boshqa narsalari uchun do'stlashgandek bo'ladi. Bunday holda bu haqiqiy do'stlik emas. Buning uchun Xudoning sevgisini izlash kerak. Jannat ham doza ham emas, faqat uning sevgisi. Bu odamlarning tashvishi bo'lishi kerak. Qanday qilib Xudoni rozi qilamiz? Do'stni ko'zlab yashasak, Xudo bizga hikmat beradi. Agar biz kimnidir chin dildan quvontirsak, har qanday yo'l bilan, harakatlarimiz, so'zlarimiz yoki boshqa narsalar orqali xursand qilsak, odamlar bizni qanchalik ko'p sevadi va mehr qo'yadi. Bir asr, 2 asr, 1000 yil ne'matini o'ylab ko'ring. Bizga juda ko'p imkoniyatlar bering. Abadiy hayot uchun qisqa umr, abadiy hayot uchun qisqa vaqt. Bu emas. Hisoblay olmayman, ba'zilar 8 soniya deydi. Balki Qur'onda qiyomatning bir kuni bu dunyoning 1000 yiliga teng deb aytilgani uchun hisob-kitob qilib chiqargan natijadir. Lekin o'ylab ko'rsak, abadiy hayot uchun, abadiy hayot uchun 100 yil, 1000 yil ne'mati hech narsa emas. Bu soniyaga ham teng kelmaydigan vaqt. Alloh muhabbati bilan bizni shunchalik baxtli qildiki, hayotda hech qachon tasavvur qila olmaymiz. Gayb bu gayb. Gaybni bila olmaysan. Ruh o'rgangan ilmlarimizning hech biri gayb ichiga kirmaydi. Shu sababli qo'rqma, o'rgan va harakat qil. Bila olmaysan deyilganda rostdan ham bila olmaymiz. Biz faqat tushunmaymiz. Ilm shunchalik cheksizki, Alloh u baxtli qilishni biladiki, hayratlanasan. Sen Allohsan deb ichingdan baxtdan portlab ketgudek bo'lasan, lekin u ham esdan chiqaradi. Ba'zan bir narsani boshdan kechirmasang ta'siri ham bo'lmaydi. Ba'zan bir narsani boshdan kechirtirgani uchun aytayapman. Shu sababli tasavvurimizga hech narsa sigmaydi. Aslida hammamizning dardimiz uni ichidan quvontirib, bandamni chiroyli yaratganman, qaranglar, farishtalar dedirtadigan darajada odamlarni quvontirish kerak. Biz Allohga qarshi o'zimizni ko'rsatib, shunchaki manfaat yoki shuhrat uchun emas, faqat uning roziligini izlab, dardimiz shu bo'lsa va qanday qilib uni xursand qilish yo'lini o'ylasak, vaqt ham, balki imkoniyat ham beradi. Balki juda kichik narsalardan ham quvonadi, baxtli bo'ladi. Aslida dardimiz shu bo'lish kerak. Chunki bu dunyo imtihon dunyosidir. Hammasi o'tib ketadi. Qutqar, qutqar deb duo qilamiz, yolvoramiz. Agar duolarimiz qabul bo'lmasa, bu bo'ldi deb bahona qilmasdan. Keling, Xudo bizdan nimani talab qilayotganini ko'rib chiqaylik. Biz ibodat qildik, kurashdik, duo qildik va meni qutqaring deb yolvordik. Bizni qutqar nimani anglatadi? Yomon balolardan qutulish, yaxshi va baxtli hayot kechirish, ko'proq mol-mulk egallash, katta shon-shuhratga erishish.
Bu albatta ajoyib narsa. Nihoyat ibodatlarimiz ijobat bo'ldi, bu ajoyib. Ammo keling, Xudoning biz uchun qilgan iltimosini ko'rib chiqaylik. Bu bizning fikrlash tarzimiz. Oz hayotidan voz kechish olish va g'oyib bo'lish kabimi? Bu haqiqiy najotdir. Oz joniga qasd qilish taqiqlangan. Chunki bu imkoniyat faqat bir marta beriladi. Bu bebahodir. Ajoyib bebaho vaqt. Hayotimiz. Bu faqat bir marta berilgan, albatta juda noyob inoyatdir. Bu dunyodagi hayotimiz qiyomatdan keyin boqiy vatanimizni barpo etishildi. Birak Times, butun 5 geti va o'sha boqiy hayotdagi mavqeyimizni yuksaltirish uchun bizga berilgan yagona imkoniyatdir. Shuning uchun biz bu hayotga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Dunyo tugaydi va biz vaqtimizni behuda narsalarga sarflaymiz. Biz hayotimizni behuda o'tkazmasligimiz kerak. Chunki bu bir marta beriladigan imkoniyat. Shu sababli biz ibodat qilib, najot so'rasak, aslida haqiqatan olish najotdir. Birak Times, butun 5 segit. Qolganlari ham, masalan, Yosin surasida. Bu dunyoga yana bir bor qaytishni istardim. Sening mehring qanaqaligini odamlar haqiqatan ham bilsa edi. U shunchalik baland ovozda qichqiradiki, odam bir zumda qutqariladi. Bu haqda ba'zan shahidlar haqidagi kitoblarda yoziladi. Bu hatto chivin chaqishi kabi emas. Go'yo ular birdan boshqa o'lchamga kirib qolgandek. Inglizcha bedimension so'zi aytganidek to'satdan o'zgarish sodir bo'ladi. Ko'zlaringizni yumasiz, ochasiz, uyg'onasiz. U abadiy qutqaradi. Ammo alam bilan qaraganimizda, jon olish o'rniga shu boylik va boshqa narsalar bilan shunday ish qilgan bo'lmasmidi? Agar shunday qilganida, duolarimiz ijobat bo'lmas edi, deb o'ylaymiz. Buni ko'rib chiqing. Ibodat qilish aslida insonning ruhiy darajasini oshirish va hayot olib keladigan qiyinchiliklarga dosh berish uchun kuchga ega bo'lishni anglatadi. Biz ibodat qilmasak, biz boshqa ruhiy darajaga erishish kabi ko'plab haqiqatlarni aslida anglay olmaymiz. Chunki bizning ego va jismoniy istaklarimiz har doim va doimiy ravishda bizga ta'sir ko'rsatadi. Xuddi bir chavandoz oti yoki eshagining jilovini birak Times, butun 5 git mahkam ushlab, xohlagan tomonga olib borgani kabi, biz ham tanamizni va nafsimizni boshqarish uchun doimiy ravishda ibodat qilishimiz kerak. Aks holda, oz gururimizga, oz nafsimizga va boshqa narsalarga qul bo'lib, butun umrimiz davomida tanamiz bizni boshqarib, barcha yomon ishlar sari sudrab, birak Times, butun 5 git o'zimizni xor qilib, o'zimizga dozoq yaratib, o'zimiz yaratgan o'sha dozoqda kuyib, azob chekib yashaymiz. Namozni faqat shu maqsadda o'qimaymiz, u mening uchun o'qima deydi. Bir nuqtai nazardan u bizga narsalarni qilishni o'rgatadi, lekin boshqa ma'noda uning foydasi o'zimizga qaratilgan. Keling, bu darajadagi sinovdan birgalikda o'tish va boshqa insoniy darajaga ko'tarilish uchun sajda qilaylik. Haqiqatan ham sajda qilish juda qiyin ish. Buni qilganda biz o'sha darajaga o'tishimiz mumkin. Qolgan narsalar qanday bo'lishidan qat'i nazar, bu yerda masala faqatgina ibodat qilish deb o'ylaysizmi? Aslo unda emas. Birak Times, butun 5 git. U buyurgan barcha ezgu ishlarni, u yaxshi deb aytgan hamma narsani hech qanday ikkilanmasdan, nega deb so'ramasdan, shubha qilmasdan bajarishimiz lozim. Biror kishi bir ishni uzluksiz qilishga qat'iy niyat qilganida, boshqa birov chiqib, ya'ni agar shunday qilsangina to'g'ri bo'ladi, dedi deb aniq aytdi. Lekin men o'zimning qaysarligim bilan o'z yo'limdan yurdim. Shunda men u kishining aytganlari chin, rost gap ekanini angladim. Oradan 100 yil o'tgan bo'lsa ham, 1000 yil o'tgan bo'lsa ham, ichimdan bir ovoz hayqirib turardi. Demadimmi, aytmadimmi, aytdim. Qur'on ilmlarni bashorat qilgan o'zgarmas kitobdir. Senga aytmadimmi? Aytmadimmi? Men aytmagandimmi? To'g'risi shu, lekin ishonmaymiz. Oz yo'limizdan yuramiz, vaqtimizni sarflaymiz, keyin yana aylanib, baribir unga qaytamiz. To'g'ri. Alloh kalomi to'g'ri. Qur'on hukmlari to'g'ri 1400 yildan beri. Qiyomatga qadar qancha katta taraqqiyotlar bo'lmasin, bu haqiqat hech qachon o'zgarmaydi. Birak Times, butun 5 git. Shunday ekan, nega vaqtimizni behudaga sarflaymiz? O'zimizga o'zi zulm qilib, ishonmagandek azob-uqubat chekamiz, dunyoni dozoqqa aylantiramiz.
Shuning uchun har bir vaziyatdan doimo shikoyat qilish o'rniga salbiy munosabatda bo'lishdan saqlanaylik. Kichkina narsaga sabr qilib, uni nima bo'lishidan qat'iy nazar haqiqat deb qabul qilib, xafa bo'lmasak, bundan qanday hikmat chiqadi? Bu imtihondan qanday o'tishimiz haqida o'ylasak, bu sinov dunyosi ekanini anglab, shunga yarasha ish tutsak, darrov isyon qilmasak, har qanday voqeani isyon bilan qarshi qilmasak, buning hikmatini o'ylab, shunga qarab harakat qilsak, 60-60dir. Bu qaytarilmas. Ertaga balki Xudo bersa, bor, bo'lmasa yo'qdir. Dunyo bir kun, u kun bugun. Agar bugun shunday yashab, shunga yarasha to'g'ri yechimlarni topib, isyon ko'tarmasdan mehr bilan ish tutsak, hayotda butunlay boshqacha o'zgarishlar yuz bergan bo'lardi. Shunday ekan, keling, bu haqda shunday o'ylab ko'raylik. Keling, o'z baxtimiz uchun o'ylab ko'raylik. Keling, o'zimizni shunday g'ayrioddiy baxt haqida o'ylaylikki, u bizning ichimizdan portlaydi. U bizni tanamizni yaratdi. Xudo yaratgan. U qalbimizga o'z ruhidan pufladi. Biz tom ma'noda uning bir qismimiz. Biz hamma narsaga qodirmiz. Biz abadiy yashaymiz. Baxt shunchalik kattaki, bu odam o'zini portlamoqchidek his qiladi. U bizni hatto tasavvur ham qila olmaydigan baxtni berish uchun yaratdi. O'ylab ko'rsak, naqadar baxtiyor, naqadar g'ayrioddiy, naqadar ulug' zot ekanimizni ko'ramiz. Xudo o'z ruhidan bizning qalbimizga hayot pufladi. Biz Xudoning ruhi nafasi bilan paydo bo'lganmiz. Bu bizga yetarli emasmi? Butun olam hukmdori Alloh yaratgan 18 ming olamga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular Allohning cheksiz buyukligi va bu muhtasham olamning bepoyonligi bilan solishtirganda, balki bir qum donasining o'lchamida ham emasdir. Bu odamlarga bir qarang. Sulton bo'ldim, boy bo'ldim, prezident bo'ldim deyshadi. Faraz qilaylik, 100 yil, 1000 yil yashashsa, ajoyib ishlarni amalga oshirib, dunyoni larzaga keltirishsa, boylik va hukmronlikning eng yuqori choqqisiga chiqishsa ham, 1000 yil yashashsa ham, bu cheksiz hayot oldida hech narsa emas. Agar shu imkoniyatni qo'ldan boy bersang, seni abadiy azob hukmron bo'lgan dozaxdan kim qutqara oladi? Shunda dunyoda sizdan ko'ra baxtsizroq odam bo'lmaydi. Shuning uchun biz o'ylab ko'rsak, tanamiz xuddi biz kiygan libosga o'xshaydi. Biz olganimizda biz bu kiyimni echamiz va ruhimiz abadiy mavjud. Shunday ekan, biz uning ilohiy mohiyatidan bir parcha olib yurganimizni his qilish va uni o'z ichimizda jonlantirish naqadar ulkan quvonch manbai. Bundan ortiq baxt bormi? Go'yo 5 yulduzli mehmonxona yetarli emasdik. Endi biz 7 yulduz, 10 yulduzni qidirmoqdamiz. Biz hali ham dunyoni g'ayrioddiy joyga aylantirishga harakat qilmoqdamiz. Biz buni qilamiz. Biz qilmagan ish qolmadi. Bu to'liq bo'lmagan dunyo. Bu shunday deyiladi. Bu jannat emas. Biz hech qachon jannatdan boshqa joyga ko'nika olmaymiz. Chuqurlikda biz qayg'u va g'amginlik tuyg'usini his qilamiz. Chunki bu dunyo. Qanchalik tez ishlab topsak, shuncha tez ko'tarilamiz, shuncha kam qiymatga ega bo'lamiz. Ba'zi odamlar bundan boshqa hech narsa topa olmagani uchun hayotlarini tugatdilar. Shuning uchun bu jannat emas. Bu yerni jannatga aylantirishning iloji yo'q. Haqiqiy baxt bizning ichki dunyomizda, o'z mohiyatimizda yashiringan. Qarasak, biz Xudoning bir qismi ekanligimizni ko'ramiz. Birovni sevish, kimgadir yaxshilik qilish uning buyrug'ida va uning zavqi uchun bo'lishi kerak. Bu dunyodagi eng qimmatli narsa bu sevgidir. Biz sevgi bilan yashashimiz kerak. Biz sevib qolganmiz degan tuyg'u noto'g'ri. Aslida bunday sevgi yo'q. Albatta haqiqiy sevgi bor. Ammo odamlarga emas, Xudoga bo'lgan muhabbat hech qachon qarimaydi va kuchini yo'qotmaydi. U bizning ichimizda vulqon kabi otilib chiqadi. Keling, bu dunyodan bir misol keltiraylik. Agar kimdir bilan uchrasha olmasak, biz uni ko'proq sevamiz. Biz uni doimo eslaymiz. Bu uzoq vaqt talab etadi. Birga yigilganlar, ya'ni kinodami yoki boshqa narsalardami sevib, birga bo'lganlar, hatto real hayotda sevib turmush qurdim deganlar ham qisqa vaqtdan keyin ajrashadi. Turli muammolar yuzaga keladi. Bu mumkin emas. Bu hayajon u yerda qolmaydi. Bu sevgida abadiy hayajon yo'q. Ularning barchasi vaqtinchalik. Gap shundaki, haqiqiy sevgi faqat Xudoning sevgisidir. U hech qachon moddadan chiqib ketmaydi, hech qachon o'zgarmaydi, kuchayadi. Demak, sevgi emas, sevgi qoladi. Biz sevgi bilan yashaymiz. Qur'on o'xshatganidek, er va xotin bir-birlarini sevishlari bilan bir-birlari uchun libosdirlar. Kiyimsiz yashay olmaganimizdek, yalang'och ham yashay olmaymiz. Shunday qilib, biz bir-birimizga ko'nikamiz. Biz yaqin va do'stona bo'lamiz. Biz shunchaki o'tib ketamiz. Biz bir-birimizsiz yashay olmaymiz. Shuning uchun biz sevgimiz bilan yashaymiz. Biz hamma narsani yaxshi ko'ramiz. Insoniyat, butun tabiat, hamma narsa bu sevgi.
Bu shunchaki sevgi. Bu sevgi darajasi emas. Sevgi darajasi boshqa narsa. Biz bu sevgi haqida o'ylaganimizda va unga chuqur bog'langanimizda, biz hech qachon bu dunyo haqida qayg'urmasligimiz yoki boshqa narsalarga berilmasligimiz kerak. Hech qanday zavq yoki quvonch, dunyodagi hech narsa unga hech qachon olib kelmaydi. U bera olmaydi va bermaydi. Bu allaqachon qiziq. Masalan, inson huquqlari masalasini olaylik. Ba'zi mamlakatlarga qarasak, buni bahona qilib, insoniy kamchiliklarning barchasi shundan kelib chiqadi deb o'ylaymiz. Biz barcha baxtsizliklar sababini bundan izlaymiz. Bizning kamchiligimiz shu bilan yakunlanar ekan. Aslida bu dunyo. Dunyoning hech bir joyida bunday narsalar yo'q. Bizning bu kamchiligimiz faqat osmonda tugaydi. Xudo uni tugatadi. Insoniyat buni bunday dunyoviy narsalar bilan yakunlay olmaydi. Shuning uchun ham o'sha rasmiy muhr va va'dalarga aldanmaslik kerak. Biz o'zimizdan so'raymiz, qiziq, bu unga yordam beradimi? Ichimizdagi insoniylikka yetishmayotgan narsalar haqida. Aytmaylik. Bu kamchilik aslida yaxshi narsa. Mukammallik faqat jannatga xosdir. U faqat Allohnikidir. Bu dunyodan haddan tashqari zavqlanish va hamma narsaga mukammal ega bo'lish kabi narsa yo'q. Keling, bunga shu nuqtai nazardan qaraylik. O'z hayotimizga nazar tashlasak, kimni ulug'laymiz? Masalan, shirk degan muhim masala bor. Nega, qaysi holatda Alloh shirk qilganlarning duosini qabul qilmayman deydi? Unga yoqmaydimi? Masala shuki, Allohdan boshqasini do'st tutsa, chin dildan sevib, unga bog'lanib ketsa yoki uning buyruqlariga itoat qilmasa, ba'zan o'zimdan so'rayman, nega shunday bo'ladi? Namoz o'qish farz ekanini bilgan holda nega unga amal qilmaymiz? Zakat ber deb aytgan bo'lsa ham, nega Allohning buyrug'iga amal qilmaymiz? Lekin qizil chiroqda otmaymiz-ku. Aslida qizil chiroqda otsak, bu gunoh bo'lmaydi. Bular odamlar yaqinda o'ylab topgan va joriy qilgan qoidalar. Ko'proq yurib, ko'proq benzin yoqib, boylar pul ishlasin deb tuzilgan tuzoqlarga o'xshaydi. Oldin ba'zi joylarda bunday narsalar yo'q edi. Odamlar ehtiyot bo'lib, atrofga qarab otib ketishardi. Ammo keling, o'zimizni ko'rib chiqaylik. Biz bu yerda kimni katta ko'ramiz? Biz buni hukumat yoki davlat deymiz va ulardan kutamiz. Hukumat, davlat, jismoniy shaxslar tomonidan tashkil etilgan kompaniyaning nomi. Bu bizning onamiz emas, otamiz emas, boshqa hech narsa emas. Nega biz buni kutmoqdamiz? Bu kompaniya. Agar biz aqlimizdan foydalansak, bu butun dunyo bo'ylab shaxslar tomonidan o'rnatilgan tuzilmadir. Agar uning qonunlari adolatsiz bo'lsa va odamlarga baxtsizlik keltirsa, ularni qabul qilmang. Uni qalbingizdan rad eting. Uni yuragidan rad qilganda, unda hech qanday kuch qolmaydi. O'zingiz bilgan ilohiy adolatga va to'g'ri bo'lgan qoidalarga, Xudo o'rgatgan adolatga ko'ra yashang. Qayerda bo'lsangiz ham, boshqa hech narsaga ahamiyat bermang. Odil bo'lsa, o'zing tanlasan ham, boshqa narsa bo'lsa, uning yo'li boshqacha. Ammo bunday narsa bormi? Bilmadim. Albatta siz tanlagan boshqa odam bo'lganida, boshqa ish qilganingizda, vakil bo'lganingizda va shunday vazifani bajarganingizda, bu inson hayotida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealardan biri bo'lar edi. Ammo bu adolatsizlik bo'lsa va odamlarni baxtsiz qilsa, buni qabul qilmang, qalbingizda rad eting. Bu boshlanishi. Agar siz uni qalbingizdan rad qilsangiz, unda kuch qolmaydi. Parvo qilmang, e'tibor bermang. Keyin har qanday biznesda shunday bo'ladi. Kim nima desa ham. O'zingni ezma, buning uchun ezma. Shuning uchun ahamiyat bermasangiz, kim nima deganiga, nima yozganiga qarab, bu narsalarning ham kuchi, ta'siri bo'lmaydi. Qarang, nafsimizning hamma narsaning quliga aylanib qoldik. Allohning quli bo'laylik. Bolalarimizga, hayotda eng ko'p qadrlaganlarimizga shunchalik bog'lanamizki, mol-mulkning quliga aylanib, butun kunimizni ularga bag'ishlaymiz. Alloh bizga juda ko'p boylik bergan bo'lsa ham, qanoatlanmay, yana ko'proq topishga harakat qilamiz. Har doim hayolimizda boylik bo'ladi. Rahbarlar esa lavozimini qanday yanada ko'tarishim mumkin, yana nimalar qila olaman deb o'ylab, uning quliga aylanadi. Ularning tashvishlariga berilib, o'zimizni yo'qotamiz. Bu shunday bo'ldi. Hamma narsa muvozanatli va o'lchovli bo'lishi kerak. Bolalar ota-onalarning mulki emas. Ular bizga sinov uchun ishonib topshirilgan mavjudotlardir. Mulk ham shunday. Manba va lavozim ham shunday. Boshqa hamma narsa ham shunday. Shunday ekan, biz har bir narsani o'ziga yarasha sevishimiz va hech narsaga haddan tashqari bog'lanib qolmasdan, unga siginmay, munosib hurmat qilishimiz kerak. Biz buni shunday ko'rishimiz kerak, chunki u bu dunyodagi sinovning bir qismidir. Biz yuragimizga zanjir bog'lamasligimiz kerak.
Shu yo'l bilan buning quli, farzandning quli, turmush o'rtog'ining quli, dunyoning quli, boylikning quli, maqomning quli bo'lishdan qutulamiz. Agar biz Xudoning haqiqiy do'stlari va haqiqiy xizmatkorlari bo'lsak, biz hamma narsadan ozod bo'lamiz va baxtli bo'lamiz. Men hozir bo'lganimda buni qo'shishga ruxsat bering. Bilganingizdek, Qur'on hech qachon o'zgarmagan. Hech kim o'zgartira olmaydigan kitobdir. Bu haqiqiy din. Shuning uchun, agar biror dinni o'rganmoqchi bo'lsangiz, avvalo Qur'onni o'qib, o'rganib chiqsak, uni bilsak, unda Qur'onni barcha dinlarga nisbatan bir filtr sifatida ishlatishimiz mumkin. Filtr sifatida. Albatta Zabur, Tavrot va Injilning o'zgarmagan shakliga ishonmasak, musulmon bo'la olmaymiz. Ammo odamlar yozgan va qo'shgan turli narsalarni tushunish uchun avvalo Qur'onni yaxshi bilishimiz kerak. Biz bilganimizda biz filtr kabi ajrata olamiz. Kim nima qo'shdi, kim qo'shdi? Albatta biz haqiqatga ishonamiz. Barcha payg'ambarlar Alloh yaratgan payg'ambarlar hisoblanadi. Hech qachon biror payg'ambarga sajda qilib namoz o'qimaymiz. Agar shunday qilsak, iymondan chiqamiz. Biz faqat Allohga ibodat qilamiz. Qolganlarning hammasi payg'ambar bo'lganligi uchun biz odam atodan Muhammadgacha va ular orasidagi 124 ming payg'ambarga ishonamiz. Biz ularni payg'ambar deb qabul qilamiz. Biz ularga siginmaymiz, biz ularni yaxshi ko'ramiz. Bu dunyodagi o'qituvchilar sabablarga o'xshaydi. Yaxshi ishlarimizni, amallarimizni, xulq-atvorimizni kimga o'xshab qilamiz? Odamlargami? Yo'q, odamlar hammamiz turli gunohlar qilamiz. Payg'ambarlar tashqari hamma gunoh qilishi mumkin. Hamma gunoh qilishi mumkin. Lekin Alloh bizga yo'l ko'rsatish uchun payg'ambarlarni yuborgan ekan. Ularning hayotini, qilgan ishlarini o'qib o'rganishimiz kerak. Ayniqsa payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamga nazar tashlasak, hayotimizda o'zimizga kerak bo'lgan hamma narsani u zotdan topa olamiz. Biz faqat va faqat payg'ambarlarni misol qilib olamiz. Boshqa odamlar emas. U buni qildi, bunday qildi deb uni misol qilib bahslashmaylik, urushmaylik. Payg'ambarimiz hayotini o'rgansak, hayolimizga kelgan hayotdagi murakkab muammolarga yechim topishimiz mumkin. Ularning barchasi payg'ambarimiz hayotida. Diplomatiya yoki boshqa narsa bormi? Biz qanday ilm-fan, bilim, qiyinchilik va savollarga duch kelmasak, ularning barchasi uning hayotida mavjud. Biz ulardan foyda olishimiz mumkin. Lekin hammamiz bu dunyoda betakror yaratilganimiz uchun hech kim hech kimga o'xshamaganligi sababli o'z ustunliklarimizni o'zimiz kashf qilaylik. Ya'ni ichimizdan kelgan ozligimiz bilan yashaylik. Hech kim hech kimga ta'sir qilmasin. Shunda uni taqlid qilib, boshqasini taqlid qilib baxtsiz bo'lishga hojat qolmaydi. Hech kim boshqasi bo'la olmaydi. Biz bir-birimizni sevamiz, chunki biz insonmiz. Agar bu dunyoda odam bo'lmasa, odamlar to'klar, daryolar, gullar kabi narsalarni sevib qolisharmidi? Bu dunyoda insondek go'zal narsa bormi? Biz bebahomiz, nihoyatda noyobmiz. Biz hammamiz bir-birimizga mehmonmiz. Tez orada hammamiz ketamiz. Jang qilish va bahslashish uchun nima bor? Hamma mulk Allohnikidir. Bu yerda nima bersangiz, mamlakatingizni, shahringizni yoki uyingizni berasizmi? Nima qilsangiz ham ixtiyoriy ravishda bersangiz bo'ladi. Bu yerda aytilayotgan gap shunchaki adolatsizlikka qarshi turishdir. Biz zulm qilsak, hujum qilsak, aldasak va shaxsiy manfaatlar uchun boshqalardan narsalarni tortib olsak, Xudo bizga adolatsizlikka qarshi turishimizni aytadi. Shunday ekan, ey odamlar, azizlar, o'zimizni xor qilmaylik, o'zimizni sevaylik, o'zimizni hurmat qilaylik, bir-birimizni sevaylik. Biz bir-birimizni sevib, yordam bersak, to'liq baxt bilan yashashimiz mumkin. Boylikdan emas, boshqa bir hayajondan emas, ichimizdan keladigan sevgi bilan, ichimizdan keladigan narsalarni izlab, o'tirib bir o'ylasak, o'sha narsaga e'tibor qilsak, boshqa har xil narsalarga berilib ketmasak, shunda ko'ramizki, javob ham chiqadi, hamma narsa oydinlashadi. Biz o'zimizni topganimizda, o'zimizni ochganimizda, hech kim boshqa hech kimga yeta olmasligini bilamiz. Keyin hammani bir qolipga majburlash, men kabi fikr yuritish, men kabi harakat qilish, mening yo'limdan borish, ular kabi bo'lmaganimdan afsuslanish mutlaqo ma'nosiz. Hech kim boshqasiga o'xshamaydi. Alloh har birimizni boshqacha yaratgan. Ba'zan ikki nafar din olimi ham bir joyga to'plansa, bahslashi mumkin. Aslida qaralsa, har ikkalasi ham o'z nuqtai nazaridan haq bo'lishi mumkin. Qur'onga bog'langanimizda va uni o'qiganimizda har birimiz go'yo alohida murojaat qilinayotgandek his qilamiz. Shunda menga berilgan nasihat bilan senga berilgan nasihat har xil bo'lgani uchun bahs bo'lmasligi kerak edi. Bu Xudoning ajoyib san'ati va g'ayrioddiy hikmatidir. Har bir inson Qur'onni o'qib, o'ylab ko'rgandan so'ng, o'zi uchun nima kerakligini yaxshiroq biladi. Shuning uchun uni Qur'on orqali o'qiydi va har biriga turli xil maslahatlar beradi.
Chunki har kimga turli nasihatlar berish uning hikmatidadir. Shuning uchun janjallashib, bir-biringizni xafa qilishning hojati yo'q. O'zimizni Alloh orqali, Qur'on orqali bog'laylik. Ana shunda nasihatimizni, sabogimizni o'shandan olamiz va o'rganamiz. Hayotda kasbiy masalalarda ham ko'plab muammolar bor. Men 20 yil o'qidim, 30 yil o'qidim. Juda qiynaldim. Boshqalar ham qiynalsin. Yo'q, bu noto'g'ri. Alloh oson qilgan narsani qiyinlashtirma, deydi. Shunday bo'lsa, 20 yil davomida qiyin narsani o'rganish uchun vaqt sarflasam ham, uning mohiyatini, oson yo'lini topib, ilmimizni boyligimizdan, molimizdan sadaqa emas, odamlarga berishimiz kerak. Hech narsa qila olmasak ham, tabassum ham sadaqa, deydi u. Shuning uchun hech bo'lmaganda tabassum qilish va bilgan va tajribamizni boshqalarga o'rgatish bizning burchimizdir. Biz bu dunyoda baham ko'rish va teng foyda olish orqali yashashimiz kerak. Bu sodir bo'lganda hamma narsa ancha yaxshi bo'ladi. Ayrimlarning gapiga aldanib qolmaylik. Adolatni zaiflar bahona deyishadi. Darhaqiqat, ba'zi mamlakatlarda eshitgan narsangiz sizni hayratda qoldiradi. Agar siz kuchli bo'lsangiz va zulm qilsangiz, hamma narsa sizniki bo'lmaydimi? Agar siz kuchli bo'lsangiz, adolatga hojat yo'q. Nima desangiz ham, nima qilsangiz ham. Haqiqatan ham shundaymi yoki yo'qligini o'ylab ko'ring. Bu dunyoda birinchi marta sodir bo'layotgan voqealar emas. Firavnlar davrida ko'plab zolimlar kelib ketib, o'zlarini xudo deb e'lon qilib, turli ishlarni qilib, uzoq umr ko'rishgan, zolim bo'lishgan. Xo'sh, natija qanday bo'ldi? Xudo vaqt beradi. U qancha vaqt berishini bilmaymiz. Chunki u yaratuvchidir. Shuning uchun biz shaytonga qarshi shaytondek tura olmaymiz. Inson sifatida biz insoniyligimizni yashaymiz. Iblis o'zining shayton ishini qiladi. Bu sinov dunyosi. Shuning uchun zolimning so'zi uzoqqa cho'zilmaydi. Qarasak, Alloh ularning hammasini halok qiladi. Xudo doim g'olibdir. G'alaba doimo Allohnikidir. Shu sababdan umidsizlikka tushib, shunday bo'lib qolmaylik. Biz olamizmi yoki oldiramizmi, bu biz qo'rqishimiz kerak. Imtihonni muvaffaqiyatli topshirdimmi? Bu dunyodagi umrimi behuda narsalarga emas, Alloh buyurganidek ulug' va to'g'ri ishlar uchun isrof qilmasdan yashay oldimmi? Mana shu dunyodagi hayotimiz sinov dunyosi bo'lgani uchun bu imtihondan o'ta oldikmi yo'qmi deb xavotir olishimiz va qo'rqishimiz shundan. Boshqa narsalardan emas, balki faqat bundan. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz hammamiz bu sinov dunyosini tark etamiz. Ba'zilar yaxshilik qilish zaiflargadir deyishadi. U buni zaiflik deb hisoblaydi. Bu sizning zaifligingiz deyishadi. Biroq inson o'ziga ishonganida, yetarlicha kuchli bo'lsa, kuchliroq bo'lsa, u boshqalarga yordam berishi va turli ishlarni qilishi mumkin. Biz Uyg'urlarda shunday bir maqol bor. Minglab ishim bo'lsa ham dam ololmayman. Men harakat qilaman, lekin kuchim qolmadi. Xudoyim, tashvishlanishga hojat yo'q. Buni hammangiz bilasiz. Ota-bobolarimiz bu dunyoda to'liq xotirjamlik topa olmasalar ham, Allohga tavakkal qilib yashaganlar, shuning uchun ham qayg'u chekmagan. Unutmasdan shuni ham aytib o'tishim kerakki, dunyoning qayerida bo'lmaylik, kim bo'lmaylik, qanday sharoitda yashamaylik, o'zimizni kamsitib, boshqalarga qarab, juda yomon bo'ldi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb haddan tashqari ta'sirlanmaylik va shunchalik norozilik bildirmaylik. Shunday ekan, umidsizlikka tushmasdan, doim Allohga umid bog'laylik, yaxshilik qilaylik va bir-birimizga umid bilan yordam beraylik. Bu dunyoda nima bo'lishidan qat'iy nazar, salbiy narsalarga ilinmay, tabassum bilan yashaylik. Yig'lasak ham kun o'tadi, kulsak ham kun o'tadi. Bu sinov dunyosi. Bu jannat emas. Aslida u yopishib olish yoki quchoqlash uchun joy emas. Shunday ekan, hayotimizni mazmunli va go'zal qilish uchun chin dildan yaxshi fikr yuritaylik, yaxshilik qilaylik, yaxshi inson bo'laylik. Hech bo'lmaganda atrofimizdagilarga tabassum qilaylik. Bir-birimizni ko'rganimizda hech bo'lmaganda tabassum qilaylik. Oh, aziz odamlar. Qaysi millatdan bo'lishimizdan qat'iy nazar, odamiyligimizni topib, odamdek yashaylik. Men yozgan bu 20 moddali qonunlarni chetga surib qo'ymaylik. Hech bo'lmaganda devorlarga osib qo'yaylik yoki biron joyga qo'yamiz. Albatta boshqa narsalar ham ko'p. Allohning qonuni bor va biz uni o'rganishimiz kerak. Hech bo'lmaganda insoniyligimizda qaysi din va millatdan bo'lishimizdan qat'iy nazar, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, bularni bir chetga surib, mana shu tamoyillarga mahkam yopishib, ularga qasam ichib, shu tarzda yashayman, boshqacha tutmayman. Shunday bo'lishim kerak deb o'zimizga so'z berib, qasam ichib yashasak, faqat o'zimizni o'zgartirishni boshlasak, unda dunyoni qutqarishga hojat qolmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi va joyiga tushadi. Men bunga ishonaman, buni bilaman va ba'zi narsalarni yuragim bilan his qilaman.
Yetardi bu shafqatsizlik shunchalar sodir bo'ldi. Bularning barchasi ortda qoladi va hamma narsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hech qachon namozimizni buzmaylik. Boshqalar buzsa ham tavba qilsak, Alloh hamma narsani kechirishini unutmang. Men bo'lolmadim, qila olmadim. Mendan umid uzildi dema. Yo'q, hech qachon bunday bo'lmaydi. Nafas olayotganimizda Xudo bizga barcha imkoniyatlarni beradi. Shunday ekan, hech kimdan hech narsa kutmay, hamma narsani o'zimizdan boshlab Alloh uchun qilishga harakat qilaylik. Nima qilgan bo'lsak ham, hech kimni xafa qilmasdan, birovni g'iybat qilmasdan, kimnidir kamsitmasdan kechirim so'rashimiz kerak. Agar ularning huquqi bo'lsa, biz to'lashimiz kerak. Boshqa ishlarni qilgan bo'lsak ham, biz bulardan o'tishimiz mumkin. Alloh barchamizni panohida asrasin. Imtihonlarimizni yaxshi topshirishimizni nasib etsin. Sog' bo'ling. Aslida mening ismim unchalik muhim emas, lekin mening ismim Gayret Siddiq. Men hozir Amerikada yashayman. Keyingi uchrashuvimizgacha Alloh rozi bo'lsin.